Machaga chiqib ketdilar. Chiqqaningiz yaxshi-da. Siz o'ylagandaymikan Akmal rais? Siz o'ylagandaymi? Haydovchida. Toshkent yurayni bo'ladi. Haydovchi To'g'ri. Mana shu to'g'ri ketyapsiz. Assalomu alaykum do'stlar. G'uzor tandirga keldik. Yo'ldamiz. Bolalar o'tiribdi. boshlayapsizmi? Ijod Gavi boy qilib. iftorlikka to'xtadik. Suyak qo'y qanday qo'yib bo'ladi? O'tgan martaga sen boshlay. Saqaling oldin hurmat. Iftorlik boshlandi, iftorlik. Kelinglar. Nechta patishingiz bor? 7200 ta. Ko'tarib kelyapti, azmas. Qayerdan tushirga? 7000 patish qo'ysin. Boshlarmi? 7000 tasi bittadan reklama qilsa ham 30 ta ko'pamasa ham 20 ming to'm ketaveradi ekan. Qo'yamiz. Sizlar tiringlar. Mana bu pachkamar deyiladi. To'la do'kon bosib ketgan furalar turibdi. Pachkamar. Pachkamarga keldik. Yo'li bilan men qator kelayotgan odam meni yarim soat qoldi. Odashib ketdi. Ya men bularga yo'l ko'rsatib keldim, hali ham. Ko'ringda zo'rni mana endi podpis yigit bersinlar. Necha ming obunachi edi? Nimaga ular Samat buncha ranjitdi sizlarni? Ranjitga. Metanga keldik. Kobaltdamiz. Bizda mana ancha chiratdi. Buxoroning mana hovlilari. Mana xonada turibmiz. Uyda turdik. Yerdan xonalar bor ekan. Bahovuddin Naqshbandiy. 7 ning biri. Keldik do'stlar. Hovlis. Surxondaryo mashhur blogerlardan botirdan Dil bayonu dasbakor. Yozilgan o'gitlar. Mana qabrlar. Mana bu mo'llar duo o'qiydigan joylari. Keldik bolalar bilan. Samarqandda yotamiz. Kanalda yotib ko'ryapsiz, Boyqurubga qachga bo'lganmisiz? Tarixiy shaxslari qabrlari bor ekan. Hmm. 18-asr deyilyapti. Temirxon bilan tirashmanglar. Qabrlari bunaqa toshlar bilan terilgan. Mana 1598 gacha. Bilar ekansan. kitobda ko'rganlaring. Shubacha UNESCO o'zi kuch bilan kirgan. Mana Bunda o'tiribdi imomlar. Imom Xulxon.
Qirqgacha Aligahlar. Nima qilganmi? 41 Manzarani qarang. O'ltirib qo'yadi. Toshkentliklar. Aytar ekanda qasam ichadi. Assalomu alaykum. Sariqchilarimiz. Ziyoratdamiz. Qarab qo'yinglar bolalar mana. Hammasi ilm bilan mashg'ul insonlar. Oliy madrasasi Tinmayapti hammasi. Bolalar bilan mana kelganmiz. Hamma shu yerda. voy shunday loy ekan botir Mana aligahlar bilan. Biz aligar. men shopirman men aligar emas sanjarlik aligar bo'lish mana mashina qara orqada nima sanjar nima mashina bilan Ben saat bu saydan. Ben kelin bermaydi. Kelin bermaydi. ha chini qo'yib Kelin to'g'ri befoyda. chini qo'yib mana soat Kachari bor, bu katta iti bor. Mana burildi bular. Mana oldida bilgir bilardi biz. Aytganimizda boya kechasi kelyapti. To'g'rini ko'rsatdi. Biz mana qiziq joylarni ko'rsatdi. kecha botir Keyin o'nga birlasa, ikki spektakl. Buxoro jin ko'chalari. Ha, boshlaverdik mana. Aylanishdi, nima boshlayman? Nega kesim qilasan-da birdan? Bu seni o'ylagan. oxirida emas oxirida kirgan Agar yo'q, u ishlab berganda bu yo'q o'tmasdi Mana shunday. Gap mana mana. emasdi deyapmi Tabriklayman. Mayli bo'ladi. Bo'ldi. lekin Rahmat etsin. Sitoriyama qolsa sal uzoqroq Arktika nisbatan ozroq yuriladi. boramiz uni Amirolixon Buxoroda hamda Termizda hali unday sentr joyga borgan Iqtisod kuchli, ha? Iqtisod kuchli. Regresso. Usish. Arayada yana. qurdirmaydi tiyintirmaydi Arkka keldik. Nimadagilaydi? Buni o'ylanib bilsam. Mana unga chiqsalang butun Buxoro ko'rinadi. Voy bilan. so'kinma Kimlar deydi o'lib ketdi. Televizionas. devoriga chiqarmagan karka Yo'q, bir marta biz Buxoro jin ko'chalarida yuribmiz. Ko'kalamda qo'zimni Bolalar bilan. bor edi. Surdik kerak. Bolalar bilan. Ha, yetti. Zo'r. Qanday ishlaydi? Ana, deja qani? Ha? Baloga qani? Buxoro. Ular ishlamaydi bular. Jin ko'chalardan ketyapmiz. Buxoro jin ko'chalaridagi kitob.
Qaranglar qanday o'tyapti. Ya men o'zim ko'raman. Ko'ryapsizmi? Ko'ryapsizlarmi? Haydang endi o'tdi. Hayolimga ketdi. Aha, bizni ham ko'rsatding endi. Maptimi? Orqadan mesterlar yaxshi ushlab Hayolim odamga ketdi, kasofat. Diragen o velosipedi bilan. Yo'q filmdan o'tibdi, qarab. Buxoron jin ko'chalarida yuribmiz. Porligini qarang. Zo'rg'a kiryapti o'zi. Ha, tor ekan. Tarixiy shaharlarda beriladi. Piyoda kelaman deysizlarmi? Ya naryoqdan borsa bo'lardi. Nima bo'lgan, nima u gaykalari? Peshanba ham ko'tarilmabdi-da. Sabr tilaymiz sizlarga. Endi opam o'tkazib beradi. Ha, havuzga ketyapti, cho'ng'ilgan. Buxoroliklar bexoro. Zamburda o'tib ketdi. SMS qilib Keldik. Qo'ron ko'chalarida yuribmiz mana. Bolalar. Labi hovuzga kelyapmiz. Mazaga kelyapti. Feruza, Aykan, Ko'ldek. Galeri. Kebab. Mazza. Assalomu alaykum. Bolalar, qarab qo'yinglar, labi hovuzga keldik. Qoran lav havuzimiz. Temirxon, Lav havuz 1620-yil qurilgan. Mana Yerga- o'shandan beri nechta xonlar nechta xonlar o'tdi, lekin lav havuz turibdi hali ham. Qiziq tomoni bu suv qayerdan keladi, qayerga ketadi hech kim bilmaydi lav havuzning suvini. Doim turadi. Shunday bir o'zini sir sanoati bor bu lav havuzning. bu yerda ham raislar, hamma raislar. Turishdi qara. Olib ketsang ham mayli shu yerda. Nima ahvol bu? Lekin Nazma xonimni anasiga o'tirib oldi. Nodir Devonbegi madrasasi. Shu manzarasi bilan tanishamiz. Dars bo'lgan bu hujralarda. Yana masjid bo'lgan, masjid ham bo'lishi kerak. Bola mazza o'ynayapti. Aylanadigan joy ko'p, endi boramiz hali. Tarixiy joyga keldik yana.
bitta Buxoroda deydi. Anavi Ozor. Ana. Mana san'at asarlarini ko'ryapsizlarmi? Buxorodamiz tarixchilar bilan. Hunarmandchilik. Bu nima yasalyapti, tog'a? Shaxmat. Qo'ymakorlik bilan shaxmat yasalyapti. Demak, hurmatli obunachilar, mana Abdullaxon ikki qurdirgan usti yopiq bozor. O'rtasi. Shuni usti yopiq bozor bo'lgan. Tarixiy. 1577-yilda qurilgan. Juda ham salqin. Hozir Buxoro issiq. Lekin bir salqin. Kondisioner yo'q, boshqa yo'q. Qoyil lekin tarixiy binolarga. Bular hammasi tarixiy. Mana Abdulazizxon madrasasi va Ulug'bekxon madrasasi. Farz ilm olish Tarixchilar. Bolalar. Abdulazizxon. Ulug'bek. Tarixiy. Qamat yormanglar yana. Buxoro sharifdagi safarimiz davom etmoqda. Buxoro Respublikasi deydimi? Tarixiy Buxoro Respublikasi emas, amirligi. Qaranglar. Shu bizga qayerdandir borib kelib chiqar. Mana o'sha Yahudiylarni mahallasi bo'lish kerak adashmasam. Shuncha uylar qaranglar, tarixiy emas. Yevreylarniki menimcha. Oligarxlar. Kursdoshlarim meni. Bu kunlarni bir necha yillar kutdik. Birgalikda safar qilishdi. Manaki. Kursdoshlar bilan mana Minorai kalondamiz. Bolalar bilan. Mana bunisi bir arab madrasasi. Ali do'stlarim bilan. Minorai kalon. Eshigi mana shu yerda bo'lishi kerak menimcha. Endi haqiqiy Temirxon bo'ldingiz. Xon deganlari mana shu yigit. Xon deganlari mana shu yigit bo'ladi. Xon deganlari. Bosh adoq sarpo qiling Eshon buvamizga. Samat. Bosh adoq sarpo qiling deb ayting. Xon Temirxon. Voy. Olovsiz, olov. Ko'tarib, ozgina qorinqalik qiladi. Bu yerga Temirxon Poshshamovo lekin haydab yuboradi aytib qo'y, Poshshamovo. Mo'g'ul bo'ldi, mo'g'ul.
Qanday tushamiz deydimi? Qanday tushadi? O'tiring, bir siz aytasiz qanday tushadi. Voy. Voy. Olov keldi, olov. Saljuqiylardan. Xristianmi qo'limda? Mana Yo, bizni shu lukka tushiringlar bir. rohiblar keldi, rohiblar. Buxoro amirligining zindoni. Olib kiring. Raislar bilan. Boshqacha ayting. O'yindagi. Boshda ehtiyot qiling, boshda. Oyna hukmdor kiyimini biror kiyib kelish kerak. Ko'p narsani yeb ketganda o'sha davrda. Yetdi mana. Jamiyat o'zi shundayda. Qo'ya qulluq qilib turgan. Yo'q, qo'yibdi. Zindon. Ana va ark. Orqa tomoni. Turistlar bilan birgalikda kiryapmiz zindonga. Buxoro amirligining zindoni. Birinchi bu yerdan boshlar ekanmiz. Do'stlar. Navbat bunisiga muzey. Zindon. Ko'ryapsizlarmi? Şöyle saqlangan mahbuslar. Buxoro amirligining zindoni. Hurmatli tarixchilarga savol, arkni mana orqa tarafiga mana bu yog'ochlar nima sababdan qo'yilgan? Javobini bilsalaring kommentariyaga yozib yuborasizlar. Mana yog'ochlar devor orasiga. Hozir old tarafiga o'tamiz, ko'rasizlar. Mana yog'ochlar. Nima sababdan qo'yilgan mana shu? Mana endi oldida mana yo'q. Assalomu alaykum do'stlar, yana bir bora mana bizning guruhimizda bolalarimiz, kursdoshlarimiz. Bu yerda hamma tarixchilar. Universitetda dars beradigan bolalar bor bu yerda. Git so'raydi. Buxoro amirligining ark ga keldik. Kursdoshlar bilan. Jamshid, nima qilyapsan ichkarida? Zindonga kirib boryapmiz. Shu yerda zindonchasi bor edi. Kursdoshlar bilan keldik. Mana boyqola. Nima mo'ljallayapmiz, Tor ko'chalar bu yerda odamlar, zodagonlar eng yuqori darajadagi insonlar yashashgan. Oho. Podsho bosib ketdi hamma joy. Kimga bo'ysunishni bilmay qoldi odam. Xonlar o'yini bo'layapti. Ana qilishni birov ko'tarib olgan. Sinib bola. Hayda, hamma, hayda. O'zing yerga qo'yinglar. Vale. O'tirib ol sen. Botir, chiroyli uydaga chiq o'zini. Zakirni vaqtini xon tabriklaydi. Aha, ayollar tabriklang, fikr bildiring.
8 mart admin. Bo'ldi, bugundan boshlab tugatildi. Xon o'zini haramida bu buyruqda aytdi. Shunday deyishadi. Mana. Taxti. Yo'q, Rossiyada haqiqiy sud, lekin anavsi nusxasi o'zida qilib yasatilgan. Uchta anavi xonlikda ham olib ketgan taxtini quruqlab. Mashinaning ichiga qo'yiladi, ana shunga olib qo'yiladi. Ichida. Ajoyib. Bor amirligin tomini qaranglar. Kuruglilarni bosib turib berganda o'zi ham. Kim shunday uyini yopyapti hozir. Bunisiga e'tibor beringlar. Qalinligini qaranglar mana. Qoyil qolish kerak, lekin poyez o'tib ketsa ham shunsa qilmaydi. Bunisiga e'tibor beramiz. Kreslam. Sitoraya mahofsada tovuslar qo'yib yuborib qo'yibdi mana. Tovuslar. We tried, yeah, we tried. You want to try? Try again? Yeah. Tovuslar. Do'stlar, mana Amir Olimxon yozgi qarorgohiga keldik. Sitoray mahfossaga. Yozgi qarorgohiga. Bolalar. Yerda mana katta qandil bor. Og'irligi katta, nechidir tonna mana shu. Ha? Qandil. Vallahi keldi. Sitoray mahfossadamiz. Dahshat. Raislarim ko'payib ketdi. Xos. Buxoroda tilla topish oson, lekin suv topish qiyin deyilganda, shuning uchun hovuzlar qilingan. Hovuzlar bunday. Taniq turibdi-mi? Bolalar bilan ham bunday joyga keldik. Iftorlik qilgan mana baliqlar. Baliq. Temirxon ta'sirotlar qanday? Masalan, zo'r, ayniqsa baliqlarni hovuzga tishiga qo'yganlar. Xo'p, mana do'stlar bilan Kattaqo'rg'ondamiz, Samarqand Kattaqo'rg'onda iftorlik qilyapmiz. Qarab oringizlar do'stlar. Esdalikda bu. Hamma narsa bor mana. Hozir kelar endi aytamiz, xudo xolasa. Ro'zani ochdik, xudo xolasa.